Bu oddiy soat emas. Bu 600 yildan beri ishlab kelayotgan soat. Bu Pragadagi mashhur astronomik soat 1410-yilda yaratilgan. Bu nafaqat vaqtni, balki quyosh, oy holatini, hattoki burch belgilarini ham ko'rsatib turadi. Oh my god. Eng qizig'i bu soatda bir 5 soat, 1 soatda 1 marta aylanadigan shou bor. Hamma buni kelib ko'radi. Bir 4 minutcha qoldi. 4 minutlardan keyin boshlanadi. Sizlar ham ko'rishingiz mumkin odam ko'pligini bu soatni mana. Bu soat mana bu tepasida anaqa bor, ko'kari-ko'ku deb chiqadi xullas. Odamlarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p odam. Hamma odam bu narsani kutadi. Har 1 soatda 1 marta 1 minutga yetib bormasa kerak. Sizlar ham ko'rishingiz mumkin. Bu narsa sizlar ham ko'ringlar deb keldim bu yerga o'zi.